Bugungi videorolikimiz qisqacha bo'ladi. Barcha internet foydalanuvchilari uchun eng kerak bo'ladigan narsa bu elektron pochta, ya'ni Gmail akkaunt ochishni o'rgataman. Salom do'stlar, siz Habib Vlog o'z kanalidasiz. Kanalimga xush kelibsiz. google.com saytiga kiramiz, keyin esa YT tugmasini bosamiz. Gmail akkauntingiz bo'lsa, mana shu yo'lakka yozib Gmail akkauntingizga kirishingiz mumkin. Biz yangidan ochishimiz kerak, shuning uchun Sazzat akkauntni bosamiz. Shaxsiy ishlaringiz uchun ochishingiz mumkin birinchi yo'lakda, ikkinchi yo'lakda esa farzandingiz uchun ochsangiz bo'ladi. Uchinchi yo'lakda esa для работы или biznes. O'z biznesingiz bo'lsa, biznesingiz orqali ochsangiz bo'ladi. Biz o'zimiz uchun ochmoqchimiz, shuning uchun для личное использованиеga bosamiz. Bu yerdan o'zingizni ismingizni, familiyangizni yozasiz to'liq qilib. Men test bo'lgani uchun bu yerdan bitta ism, familiya yozaman. Keyin dalil tugmasini bosamiz. Bu yerdan esa o'zingizni kuningizni, oy, yilingizni yozasiz. Pastki yo'lakka esa o'z jinsimizni tanlashimiz kerak. Men mujskoy deb qo'yaman va dalil tugmasini bosamiz. Bizga 3 xil variant beryapti. Sazzat, собственный o'zingiz bu yerdan xohlagan yaxshi bir esda qolarli Gmail yozishingiz mumkin. Biz test uchun ochyapmiz, shuning uchun bittasini tanlab qo'yamiz, ikkitasidan bittasini, dalil tugmasini bosamiz. Birinchi yo'lakka esa mukammal parol o'ylab topishimiz kerak. 8 ta harf bo'lishi kerak yoki raqamlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Endi esa pastdagi yo'lakka mana shu tepadagi parolni ko'chiramiz. Pastga tashlaymiz. Endi dalil tugmasini bosamiz. O'zimizning nomerimizni yozamiz, keyin esa dalil tugmasini bosamiz. Bizga kod yuboradi, SMSdagi kodni yozamiz bu yerga. Bu yerdan ikkinchi elektron pochta so'rayapti. Agar pochtangiz bo'lsa, yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bizda yo'q, shuning uchun propustit qilamiz. Gmail akkauntimiz ochildi. Endi bu yerdan dalil tugmasini bosamiz. Pastga tushamizda принимаю tugmasini bosamiz. Mana o'z Gmailimizni muvaffaqiyatli ochib oldik. Sizdan tabriklaymiz. Agar videom foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.